Naba suresi Mekkede nazil bo'lgan. Jami 40 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Mushriklar o'zaro nima to'g'riliq so'rashidi. Ular cho'ng bir xabar, ya'ni qiyomat to'g'riliq so'rashidi. Ular shu, ya'ni qiyomat to'g'risida ixtilof qilishquchilardir. Hargiz undaq emas. Qiyomat ularning o'ylagandek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hargiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Zaminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun zaminni bisot qilmadikmi? Zaminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'zuq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar tirikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, quyoshni yaratdik. Açlıqlarni, o't çöplarni, daraxtlari quyuq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni sur chilinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Osmon ichilib, nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tağlar hareketlendirilip sarabdek bulup kalıdı. Yani tağlar tozup jiraqdan qarıg'uchiga sudek toyuladı. Cehennem hakikaten kuffarlarını kütüp durdu. Cehennem şübhisiz ki günahkarlarının joyidir. Ular cehennemde uzaq muddet kalıdı. Ular cehennemning haroratini yenikiltilgan bire so'rinlikka va tashnolikni qondirdigan bire ichimlikka erisholmaydi. Ularning erishidigini faqat yuqori haroratli qaynoq suv va jiringdan iborat bo'ladi. Bu ularga beriladigan muvofiq jazodir. Chunki ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qilatdi. Har narsani to'liq xotirlab qo'ygan edik. Ularga aytimizki, tetinglar. Sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Shubhisizki, taqvodorlar ne'matga erishidi. U ne'mat bog'lar, uzumlardir. Tangtush qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ana shular Parvardigoringning bergan mukofoti yetarlik atosidir. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Nihoyatda shafqatlikdir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi. Cibril ve periştiler sep bulup durup ketadigan kunda, yani qiyomatda ularning arasida mehriban Allah'ның izniga erishgan ve to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan, yaxshi amal bilan Parvardigoriga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa, tutsin. Biz sizlarni haqiqatan yuz berishi yaqin azobdan, ya'ni oxirat azobidan ogohlantirdik. U kunda kishi ilgari qilgan amallarini ko'rdi. Kafir, "Kashki men tuproq bo'lib ketgan bo'lsam-chu" deydi.